Pul kerak deysanmi? Bo'ldi, hozir tashlab qo'yaman kartangga jigar. Nech pul o'rtoq? Bo'ldi, qara, faqat beraman, 10 kunda menga berib yuborsang bo'ldi. Ozgina ketadigan joylari bor edi. Tashlab yubordim kartangga o'rtoq. Bo'ldi, qara, faqat 10 kunda qilib bersang bo'ldi menga. Xo'p, jigar, qara, hozir hisob ilovasidan senga shartnoma yuborib qo'ydim. Shundoq imzolab yuborsang bo'ldi, kartangga pul o'tkazib yuboraman. Yo'q, hech jindimisan? O'rtoqlarning orasida qanaqa kelishuv bo'ladi, o'rtoq? Ishonaman-ku senga. O'rtoq, qara, noto'g'ri tushunma. Eskidan ham aka-uka o'rtasida ham shartnoma bo'lishi kerak deyilgan, bilasan. Bu narsa joiz. Birinchidan, orada baraka bo'ladi. Undan tashqari, bir-birimizning oramizda husumat uyg'onmaydi, o'rtoq. Yaqinim, o'rtog'im deb mana pul berdim. Ishondim. Lekin oqibatda o'rtoqdan ham, puldan ham ayrildim. Eskidan bekorga aytilmagan. Oldi berdi yo'kida kelishuv qilinadigan bo'lsa, bu yozib qo'yilishi shart. Sababi bu keyinchalik bo'ladigan tortishuvni oldini oladi, adolat saqlanishi hamda savdo-sotig'ingizda baraka bo'lishiga juda ham katta hissa qo'shadi. Yuridik shartnoma qilishda esa sizga hisob ilovasi yordam beradi.